Ishlatgan atirlarimga 1 dan 10 gacha baho beraman. Pagnali. Birinchi o'rinda Oriflame shu Eclat atiri. Bu atir doim qo'lim ostida bo'ladigan, narxi qimmat bo'lmagan atirlardan bittasi. Hidi priyatniy, o'zi ham dizayni hamma narsasi yoqadi, shuning uchun 10 dan 9 baho beraman. Ikkinchi o'rinda Gucci Florani pushtisi. Bu atir eng yaxshi ko'rgan atirlarimdan bittasi. Ayniqsa bahorga, yozga qizlarga juda ham yaxshi to'g'ri keladi. Jonga tegmaydi, shuning uchun bunga ham 10 dan 9 baho beraman. Uchinchi o'rinda Tom Fordning Cherry atiri. Bu atir juda ham o'tkir, ayam ishlatadi, ayamga yoqadi, lekin menga yoqmaydi. 1 yil pol Moskva shu atirni ishlatgani uchun jonga tegib qolgan. 10 dan 2 baho beraman. Hozirgi paytda ishlatayotgan va sevib qolgan atirlarimdan bittasi. Uydagilarimga, hatto dadamga yoqayapti. Dadamga atir yoqishi juda ham qiyin. Bu Versace'ning mana shu atiri. Undan atirgulni g'unchani hidi kelib turar ekan. Qizlar, sizlarga rosa ham tushadi. Kim unaqa hidni yaxshi ko'rsa, menga lichna juda ham yoqdi bu atir. Shuning uchun bunga 10 dan 10 baho beraman. 5-o'rinda Bakaratning yangisi, u ko'k rangda ekan. Qizili уже jonga tekkan edi, lekin bunisi juda ham yoqdi hidi menga. Kim ishlatgan yozinglar, sizlarga qanaqa, lekin menga juda ham yoqdi. Shuning uchun 10 dan 8 baho beraman. Bu atirlar haqida ikkinchi qism edi. Qaysi atirlar haqidagi fikrimga qo'shilasizlar, qaysinisiga ayamga o'xshab qo'shilmaysizlar, yozib qoldiringlar. Sizlarga bu rubrika yoqqan bo'lsa, like bosinglar va obuna bo'linglar. Ko'rganingiz uchun rahmat.